Hamma Photoshopni biladi, lekin bu faqat aysbergning uchi. Adobe oilasida 50 dan ortiq ilova bor va ularning hammasi bir-biridan jinnilarcha farq qilib, har biri o'zining vazifasiga ega. Ba'zilari sizga kerak, ba'zilari esa butunlay vaqt isrofi. Bugun qaysi biri qanday vazifaga ekanligini bilib olasiz. Ha, Photoshop haqida ham aytib o'taman. Faqat undan oldin siz eshitmagan, xayolingizga kelmaydigan ilovalar haqida. Men Mirzoman va siz soddasiga kanaldasiz. Qani unda ketdik. Adobe oilasining eng katta qismini Adobe Create Suite, ya'ni Adobe to'plamlari tashkil qiladi. Bu ilovaning barcha turlari media vositalaridan foydalanadigan vizual ijodkorlar uchun qo'l keladi. Siz ularni to'plam sifatida yoki ehtiyojlaringizga qarab alohida sotib olishingiz va albatta internetdan texnik versiyalarini ham topishingiz mumkin. Ulardan ba'zilari faqat desktop, ya'ni kompyuterlar uchun mavjud, ba'zilarida esa mobil qurilmalar yoki brauzerlarda foydalanish uchun versiyalarga ega. Men nazarda tutib o'tadigan barcha versiyalarni, ya'ni Android, iOS operatsion tizimlari va desktop versiyalar uchun barcha Adobe ilovalarini ko'rib chiqamiz. Bu ilova mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan bo'lib, bunda siz hech qanday kodlarsiz AR yaratishingiz mumkin. Yana ham aniqroq qilib tushuntirsam, bu ilova orqali siz telefoningiz kamerasini yoqqan holda atrofingizda o'zingiz xohlagan vizual olamni yaratishingiz mumkin. Bunda siz har xil tekstlar, harakatlanuvchi jismlarni yaratishingiz va ishlov berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Adobe Aero ilovasidan Android hamda iOS operatsion tizimlarida foydalanishingiz mumkin. Bu ilova orqali siz film sarlavhalarini animatsiya qilishdan tortib VR, ya'ni virtual reallik videoroliklarni yaratishgacha bo'lgan barcha turdagi vizual effektlar hamda harakat animatsiyalarini yaratishingiz mumkin. Bu ilova hozirda reklama roliklarini tayyorlashda juda ommalashgan va bu dasturdan siz Mac OS va Windows operatsion tizimlarida foydalanishingiz mumkin. Bu oila a'zosi esa ilova va o'yinlarni bir nechta operatsion tizimlar uchun yaratishda dasturchilarga kerak bo'ladigan web framework hisoblanadi. Bunda asosan HTML, CSS, Ajax, Adobe Flash va Apache Flex orqali yaratilgan dasturlarni ochishda hamda ularni desktop va mobil ko'rinishga o'tkazishda yordam beradi. Adobe Air'dan barcha ommabop operatsion tizimlarda foydalanishingiz mumkin. Nomiga mos ravishda bu ilova multimedia va kompyuter animatsiyalari dasturi hisoblanadi. Adobe Animate'dan televizion dasturlar, onlayn videolar, veb-saytlar, veb ilovalar va video o'yinlardan foydalanish uchun vektorli grafikalar va animatsiyalarni yaratishda qo'llash mumkin. Dastur shuningdek rasterli grafik, boy matn, audio va video o'rnatish va action skriptlarini qo'llab-quvvatlaydi. U juda ko'p tanqidlarga uchragan Adobe Flash'ning o'rnini bosish uchun yaratilgan. Bu dasturni Mac OS va Windows operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu ilova audio bilan ishlash uchun maxsus yaratilgan. Unda videolar, podkastlar va ovoz effektlari uchun audio foydalarni yozib olish, tahrirlash, aralashtirish va tiklash uchun mo'ljallangan professional toolsets, ya'ni uskunalar to'plami mavjud. Bu dasturni ham Mac OS va Windows operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlaydi. Bu media olamida o'z ijod namunalarini baham ko'rish va sotishni istagan barcha ijodkorlarga bag'ishlangan ijtimoiy media sayti yoki ilovasi. Bu dizaynerlar orasida juda ommabop platforma hisoblanadi. Hamma Adobe dasturlari ham biror narsani yaratishga mo'ljallanmagan. Ba'zilar Adobe Bridge kabi foydalanuvchilarning hayotini biroz osonlashtirish uchun yaratilgan. Bu media boshqaruv dasturi. Siz barcha media fayllaringizni toifalarga ajratish va Camera Raw kabi boshqa Adobe ilovalari bilan hamkorlikda tahrirlash uchun vizual tarzda ko'rishingiz hamda tartibga solishingiz mumkin. Ya'ni bu sizning media galereyangiz bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, u to'g'ridan-to'g'ri Adobe Stock orqali nashr qilish imkonini beradi. Ilovadan Mac OS va Windows operatsion tizimlarida foydalanishingiz mumkin. Capture bu telefoningizda vektorlar, shriftlar va naqshlarni yaratishga imkon beruvchi mobil ilova bo'lib, ularni Photoshop, Illustrator, Premiere Pro va boshqa Adobe ilovalardan ishlatishingiz mumkin. Bu ilovadan barcha mobil qurilmalarda foydalanishingiz mumkin. Ushbu ilova 2D dizaynining animatsiyasini soddalashtirish uchun xizmat qiladi. Web kamerangizdan foydalanib, dastur sizning harakatingiz bilan belgilaringizni jonlantiradi. Ilovaning qulayligi siz framelar, ya'ni doskalar bo'yicha ishni bajarishingiz shart emas. Ilova Mac OS va Windows operatsion tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu ilova yordamida siz o'zingizning elektron kitoblaringizni xavfsiz nashr etish va sotish imkoniga ega bo'lasiz. Va aksincha, yozuvchilarning ijod namunalaridan bahramand bo'lishingiz ham mumkin. Bu ilovani barcha turdagi qurilmalar va tizimlar qo'llab-quvvatlaydi. Agar siz bitta faylda 3 ta modellar va 2 ta tasvirlar bilan ishlashingiz kerak bo'lsa, bu aynan sizga kerak bo'lgan ilova. Shuningdek, u 3 ta dizaynni yanada qulay ko'rinishga o'tkazadi. Adobe paketidagi har qanday 3 ta dizaynerga kerak bo'ladigan dastur hisoblanadi. Adobe paketini ushbu dastursiz to'liq paket deb hisoblab bo'lmaydi. Bu dasturning magic tarafi hech qanday kodlarsiz veb-saytlar yaratishdir. Albatta, agar kodlar bilan ishlashni xohlasangiz, ularni ham qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni o'zingiz uchun kodlar bilan ishlashning yangi fishkalarini ochishingiz mumkin. Tushunganingizdek, bu dastur faqat brauzer va desktop versiyalarida mavjud.
Siz Adobe Flash'ni o'rnatishingizni talab qiladigan ba'zi veb-saytlar yoki onlayn o'yinlarga duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Ushbu dastur ko'p yillar davomida internet uchun interaktiv kontentni ishlab chiqish uchun ishlatilgan. Bir muncha vaqt davomida u qattiq tanqid qilindi va eskirgan deb topildi. Shuning uchun Adobe 2020-yil oxirida Flash yangilanishini to'xtatishini va tarqatmasligini e'lon qildi. Adobe Typekit o'z dizayningizda foydalanishingiz mumkin bo'lgan Adobe Fonts, ya'ni Adobe shriftlarning to'plamini o'z ichiga oladi. Bularni ishlatishda litsenziyalash muammosi boshingizni og'ritmaydi. Ya'ni bular a'zolikning umumiy to'plamiga kiritilgan. To'g'ri, biz baribir Create, ya'ni litsenziyasiz ilovalardan foydalanamiz. Mayli, davom etamiz. Tekin hamda pullik premium versiyalarga ega bo'lgan bu ajoyib ilova rassomlik qobiliyatiga ega bo'lganlar uchun juda qo'l keladi. U juda boy uskunalar paneliga ega. Agar siz mobil rassom bo'lsangiz, bu ilova sizga ayni muddao. Ushbu 3D model yaratish ilovasi esa inson modellariga ixtisoslashtirilgan. Siz o'z modelingizning tashqi ko'rinishini, kiyim-kechagi va boshqa ko'plab xususiyatlarni o'zgartirishingiz mumkin. Qaysidir ma'noda o'zingizni ideal deb hisoblagan ko'rinishdagi modelingizni yaratishingiz mumkin yoki boshqa birovnikini. Grafik dizayn uchun eng mashhur dasturlardan biri bu Adobe Illustrator hisoblanadi. U vektorli grafika, web dizayn, 2D illyustratsiyalar va barcha turdagi grafik loyihalarni yaratish uchun qo'llaniladi. Uning iPad uchun mobil versiyasi ham mavjud va undan rasm hamda eskizlarni tayyorlovchi rassomlar foydalanishi mumkin. Grafik dizaynerlarga bu ilovadan bir marta bo'lsa ham foydalanib ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Bu InDesign bilan birga ishlovchi matn tahrirlovchisi hisoblanadi. Bunda siz yaratgan jurnal yoki qandaydir publikatsiyalarning matnlarini tahrirlashingiz mumkin. InDesign esa o'sha publikatsiyalarni yaratish uchun ishlatiladi. InDesign ko'p sahifali publikatsiyalar uchun maxsus ishlab chiqilgan dastur ta'minoti hisoblanadi. INDD fayllardan foydalanib, tahririyat dizaynerlari varaqalardan tortib kitoblargacha hamma narsani yaratish mumkin. Bu ilovalardan macOS va Windows tizimlarida foydalanishingiz mumkin. Adobe mahsulotlari ro'yxatida barcha ilovalar orasida bu eng mashhurlaridan biri. Ayniqsa fotosuratchilar uchun. Bridge singari Adobe Lightroom ham boshqaruv dasturidir. Faqat bu safar u asosan fotografiyaga ixtisoslashtirilgan. Siz boshqa turdagi media fayllar bilan ishlay olmaysiz. Ijobiy tomoni shundaki, siz o'zingizning kichik tahrirlash sozlamalaringizning ko'p qismini bajarishingiz va ularni katta to'plamlarga qo'llashingiz mumkin. Lightroom Classic esa mukammalroq vositalar to'plamiga muhtoj va ichki xotirani afzal ko'radigan ijodkorlar uchun mo'ljallangan. Keyin Lightroom Mobile ilovasini telefoningizga cheklangan imkoniyatlar bilan bepul yuklab olishingiz yoki desktop versiyasiga a'zo bo'lsangiz, to'liq ilovani yuklab olishingiz mumkin. Agar siz Premiere Pro yoki After Effects foydalanuvchisi bo'lsangiz, ushbu ilovalarda bajarilgan videolarni rendering qilish uchun Media Encoderdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, u universal foydalanish uchun video formatlarini siqib berishga xizmat qiladi. Bu dastur unchalik ko'p izohga muhtoj emas menimcha. Chunki u eng mashhur Adobe mahsulotlaridan biri. Ammo siz turli versiyalar haqida bilmasligingiz mumkin. Barcha Adobe dasturlari singari Photoshop ham juda yaxshi siqillangan va keng imkoniyatlarga ega dasturdir. Ehtimol Adobe platformasidagi eng mashhur dastur. Adobe Photoshop CC kichik tahrirlardan tortib murakkab kompozitsiyalargacha bo'lgan fotosuratlarni manipulyatsiya qilish uchun sanoat standartiga aylandi. U grafik va video uchun ba'zi vositalarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun fotosuratchilar boshqa maxsus ilovalarni sotib olmasdan yoki o'rganmasdan post tayyorlash ishlarida mumkin bo'lgan ba'zi asosiy ehtiyojlarni qoplaydi. Brauzerlar va mobil qurilmalar uchun turli xil bepul versiyalar mavjud. Eng mashhuri Photoshop Express bo'lib, uni onlayn ishlatishingiz yoki telefoningizga yuklab olishingiz mumkin. Smartfonlar uchun Photoshop Camera, Photoshop Fix va Photoshop Mix ham mavjud. Ushbu ilova fotosuratchilarga kodlash bilimisiz o'z ishlarini namoyish qilish uchun oddiy veb-saytlar yaratish imkonini beradi. Ya'ni o'z portfoliosini yaratishda keng assortimentlardagi shablonlarga ega veb-sayt yaratish uchun qo'llaniladigan dastur hisoblanadi. Bu dasturda faqat brauzerlar uchun versiyasi mavjud. Ushbu video tahrirlash ilovasi katta hajmdagi videolarni tahrirlash uchun birinchi qadam sifatida ishlaydi. Siz uni boshqa maxsus dasturiy ta'minotlarga yuborishdan oldin qo'pol kesish va oddiy tahrirlashni amalga oshirishingiz mumkin. Bu ham Adobe'dagi eng mashhur ilovalardan biridir. Premiere Pro yordamida siz videolarni vaqt jadvalida tartibga solingan qilib kesishingiz va tahrirlashingiz mumkin. Audio yoki matn kabi effektlarni qo'shishingiz mumkin. Bundan ko'pchilik YouTuberlar o'z videolarini tahrirlash uchun foydalanadilar. Ushbu ilovaning Premiere Elements deb nomlangan havaskor versiyasi mavjud bo'lib, unda siz shovqinni olib tashlash yoki bir qator fotosuratlardan vaqt oralig'ida video yaratish kabi asosiy video tahrirlarni amalga oshirishingiz mumkin. Boshqa versiyasi bu Premiere Rush deb nomlangan mobil qurilmalar uchun qo'llaniladigan dastur.
Scout Adobe Flash tarkibiga kiruvchi dastur bo'lib, u analizlash va profillash uchun xizmat qiladi. Soddaroq qilib aytganda, uchta bilan ishlayotganda uni soddalashtirib ko'rsatishda foydalaniladi. Ushbu ilova siz ijtimoiy tarmoq orqali o'z mobil telefoningizda yaratgan dizaynlaringizni ulashishga yordam beradi. Bu yerda dizayn yaratuvchisi, mijoz va menejer uchun alohida dasturlar mavjud. Bu Adobe'ning Creative Cloud foydalanuvchilari uchun litsenziyalarsiz rasmlarni sotib olish yoki sotish uchun birja vositalarini o'tovchi media platformasi. Ya'ni bu Adobe'ning asosiy media bozori hisoblanadi. 3D loyihalarda ishlatiladigan teksturalar yaratish uchun maxsus mo'ljallangan asboblar to'plami hisoblanadi. Ya'ni bu 3D'ning asosiy o'zagi. Bu ishlab chiqaruvchilarga ilovalar uchun prototiplarni yaratishga imkon beradi. Bu dastur orqali interfeyslarni kodlashdan oldin sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Adobe yillar davomida ishlab chiqqan barcha ijodiy vositalar bilan mashhur bo'lsa ham, Creative Cloud yagona tajriba sohasi emas. Ular reklamadan tortib, analitikagacha bo'lgan barcha marketing ehtiyojlarini qoplaydigan boshqa ixtisosliklar ham bor. Adobe Experience Cloud sotuvchilar va biznes uchun foydalidir. Mijozlarning tajribasiga bag'ishlangan ushbu ilova onlayn marketing uchun bir qator qulayliklarni taklif etadi. Bu Adobe Marketing Cloud'ning o'rinbosari hisoblanadi. Bu yerda siz kompaniyangizni boshqarishingiz hamda jonli kontent joylash uchun elektron pochta xabaringizni yuborish kabi amallarni avtomatlashtirishingiz mumkin. Adobe Advertising multimedia kontentini bitta platformadan to'liq boshqarish imkonini beradi. Ushbu uskunalar to'plami web trafiklarni tahlil qilish imkonini beradi. Elektron o'quv kurslarini yaratish uchun ideal bo'lgan ushbu ilova sizga dasturiy ta'minot namoyishlari, viktorinalar va boshqalarni yaratish, keyinchalik kontentingizni MP4 yoki PowerPoint va boshqa universal formatlarga aylantirish imkonini beradi. Bu ish stoli yoki mobil qurilmadan foydalanish mumkin bo'lgan video konferensiya, onlayn kurslar, vebinarlar va boshqalar uchun yaratilgan platforma. Bu matn protsessori hisoblanadi, lekin u katta hajmdagi texnik hujjatlar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Nomi bilan tasavvur qilganingizdek, ushbu ilova taqdimotlar va slayd shoularni yaratishi hamda ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Ushbu dastur veb-saytlarning yordam yoki siyosat kabi sahifalarni ma'lumotlar bazalarini yaratish va nashr etish uchun mo'ljallangan. Dasturchilar tili bilan aytganda Fed Data va ularni ma'lumotlar bazasida yaratishga qo'llaniladi. Mobil versiyasi ham mavjud bo'lgan ushbu ilova yordamida hujjatlaringizni elektron imzo bilan ishonchli va qonuniy tarzda boshqarishingiz va albatta saqlashingiz mumkin. Ishonchim komilki, siz ushbu ilova bilan tanishsiz. Chunki hayotning qaysidir nuqtasida siz PDF formatdagi hujjatni olgan yoki yuklab olgan bo'lishingiz mumkin. Ushbu bepul dastur sizga shu turdagi fayllarni ko'rish, chop etish yoki sharhlash imkonini beradi. Agar siz PDF fayllarni yaratmoqchi bo'lsangiz, Adobe Acrobat dasturining Pro versiyasi kerak bo'ladi. Bu telefoningiz yordamida hujjatlarni skanlash va ularni PDF yoki JPEG formatida saqlash imkonini beruvchi mobil ilova. Bu ilova bepul va u OCR optik belgilarni aniqlash xususiyatiga ega. Ya'ni u matnni avtomatik ravishda aniqlaydi va o'qiydi. Zeriktirib qo'ymadim degan umiddaman. Videoda aytilmay qolgan dasturlar bo'lsa, izohlar orqali bizga xabar bering. Hammaga rahmat.